Assalomu alaykum azizlar. Sog' salomat yaratgan Parvardigorning shukru zikrida qoyimmisiz? Kirib kelgan muborak Ramazon oyining shukuhidan xonadoningiz obod, dillaringiz charog'on, ibodatlaringiz ziyodami? Omon bo'ling. Buyuk Robbimning bizga ato etgan hisobsiz ne'matlari ichida eng oliysi Qur'oni Karimdir. Uni o'qiy bilish bir baxt, tushuna bilish yana bir baxt, amal qilish tugal baxt. Hech yo'qsa tinglay bilish ham baxt. Mo'min zimmasida Qur'oni Karimning 5 ta haqqi bor ekan. Birinchisi tinglash, ikkinchisi o'qish, uchinchisi tushunish va tafakkur qilish, to'rtinchisi imkon darajasida yod olish, beshinchisi esa amal qilish. Bu haqlarni pog'onama-pog'ona ado eta borish har bir musulmonning oliy burchi ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringiz tomonidan pand nasihat, dillaringizdagi illatlarga shifo, mo'minlarga hidoyat va rahmat keldi, deyiladi Yunus surasining 57-oyatida. Demak, Qur'on oyatlarini ixlos bilan tinglash ham shifo, ham ibodat ekan. Buyuk Robbim muborak kalomida yana shunday marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Qur'on tilovat qilinganda uni tinglanglar va jim turinglar, shoyat rahmatga erishsangiz. Arof surasi 204-oyat. Ilm texnika rivojlangan hozirgi zamonda dunyoning eng mashhur qoriyu qoriyalarining tilovatlarini, ma'ruzalarini tinglash, bahra olish, o'rganish imkoni bor. Alhamdulillah. Allomalar yurti bo'lmish vatanimiz qorilari ham ilmu zakovatda, ham qiroatda dunyo qorilari bilan bemalol bellasha oladilar. Ularning qiroatlarini har qancha tinglasak, qalb shuncha yumshaydi, bahra oladi. Bu kunlarga yetkazgan Robbimga beadad shukronalar aytamiz. Buyuk kalomi sharifni tinglash, baholi qudrat tushunish, mulohaza yuritish asnosida she'r bitildi. Marhamat, bahramand bo'ling. Bismillahirrohmanirrohim. Kalomullohni tinglab. Muhammadjon qori o'qir Qur'onni, tinglab do'stlar but qilaylik iymonni, qo'ldan bermay bunday go'zal imkonni. Muhammadjon qori o'qir Qur'onni. Har bir so'zi singib borar qalblarga, qiroatdan ko'ngil tushar larzaga. Soatlarni alishmam bu lahzaga. Muhammadjon qori o'qir Qur'onni. Anglar bo'lsang ko'z yoshingga adad yo'q. Alloh birdir, undan o'zga madad yo'q. Undan ayro koinotu sarhad yo'q.
Muhammadjon qori o'qir Qur'onni. Bandalarga berilmishdir bu olam, sinovlarga tashlab qo'ydi chunonam. Isyon qilma, isrof qilma ey odam, Muhammadjon qori o'qir Qur'onni. Halol harom mezonidir muslimning, xulqu odob imkonidir muslimning. Haq ibodat merojidir muslimning, Muhammadjon qori o'qir Qur'onni. Mo'minlarga atalgan emish jannat, solli ala Muhammaddan shafoat. Inshaalloh haq didoridek ne'mat, Muhammadjon qori o'qir Qur'onni. Tinglab do'stlar but qilaylik iymonni. Rahmat e'tiboringiz uchun azizlar. Tutayotgan ro'zalaringiz dargohida qabulu maqbul bo'lishini Allohdan so'ragan holda xayrlashaman. Omon bo'ling.